Sog'lig'ingiz uchun 1 daqiqa. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun doktor urolog Muhammad Yusuf. Bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz kasalliklar haqida emas, aksincha urolog guruhiga qanday tayyorgarliklar bilan kelish to'g'risida gaplashamiz. Birinchi navbatda choy ichmagan holatda, tishlarini yuvmagan holatda kelishligi lozim deb bilamiz. Bunda gormonal analizlarga topshiriladigan bo'lsa, gormonlarga ta'sir o'tkazib qo'yish ehtimoli yuqori bo'ladi. Agarda gormon tekshiriladigan darajaga yetib kelgan bo'lsa. Ikkinchi navbatda siydik analiziga keladigan bo'lsak, siydik analizini ertalabki birinchi porsiyasini topshirish maqsadga muvofiq deb bilamiz. Agarda sizda va yaqinlaringizda siydik ushlab tura olmaslik holati kuzatilgan bo'lsa, 3-4 soat siydikni ushlab turib, keyin analiz topshirsak, shunda to'g'ri javob berishimizga yordam bo'ladi. Uchinchi navbatda spermogramma analiziga keladigan bo'lsak, 72 soat, ya'ni 3 kun aloqa qilmasdan 4 va 5 kunlari kelib topshiradigan bo'lsak, mana shunda to'g'ri va yetilgan urug' hujayralarini topib, aniq javob berishimizga yordam bo'ladi. To'g'ri topshirilgan analiz bu birinchi qo'yilgan to'g'ri qadam demakdir. Agarda bilmagan narsalaringiz bo'lsa, doktorga murojaat qilib, tayyorgarlik ko'rib kelishingiz maqsadga muvofiq deb bilamiz. Sog'lig'ingiz uchun befarq bo'lmang. Sizning sog'lig'ingiz bizning baxtimiz demakdir. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.